mavzulari va'da qilinganday mana bugungi so'rovnoma o'tkazdim. Haqiqatdan ham haqqoniy bo'lyapti. Dogimpichlar 17 ovoz bilan birinchi o'rinni olishdi. Qolganlari ham harakat qilyapti o'rin olishga. Xo'sh, yaxshi. Keyingi safarga polpichlarni, letkoinchilarni barchasini qo'yamiz. Endi bo'lsa taktikani ko'rsataman. Va'da qildim, shu taktika ko'rsatiladi. Yangi o'yin chiqqan. Xo'sh, ikkita o'yin chiqqan. Simbobga kiramiz. Simbob. Qarang. Birizi big bo, qimmat bo. Bittadasi ya'ni katta son, yana qanday bo'ladi? 3 ta chiqadi. 3 ta sondan qo'shimchasi necha chiqishi mumkin bo'lsa? 10 dan ziyod chiqsa, уже siz plyusga kirgan bo'lasiz. Xo'sh. Daromadga qo'shish uchun avtoni bosasiz. Bu yerda bosasiz va 150 qilib qo'yasiz. Xohlasangiz stop loss, xohlasangiz profit belgilab qo'yishingiz mumkin. Keling, boshqalar yutqazishni nima qilmaslik uchun 2 qilib qo'yamiz. Ko'taramiz. Chunki buni nimaga qilib qo'ydik? Daromad tezroq kirasiz va yutqazish darajasi kamroq bo'ladi. Pribilchasini ishlayverasiz. Mana o'sha pribil natija degani bu. Bosamiz yana qaytadan. Zo'r taktika balansga qarab ishlanaveradi. Yo'q, ko'proq ishlamoqchiman desangiz, buni ko'proq qilib qo'yasiz. Balansiz agar kattaroq bo'lsa va juda ham ko'proq ishlamoqchi bo'lsangiz, nimani tushiring. Shunda siz yutqazish darajangiz kam bo'ladi, lekin ko'proq natijaga erishasiz. Ko'proq vaqt ketishi mumkin, lekin natija shundan qarab natija zo'r bo'laveradi. Omad hammaga, barcha do'stlaringizga jo'natib qo'ying, bu taktika konkretni ishlaydi. Undan tashqari balansingizni agar yo'qotib ketmaslik uchun stop lossni ham o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Masalan, 20 ga 20 qilib. Chunki nimangizni yo'qotib ketmasligingiz uchun-da bu. Balansni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun. Omad hammaga. Sayt 100% ishlayapti va 100% to'lovda.